Assalomu alaykum. Mana uyimiz bitib qolay dedi. Endi pena blodir olsak ichiga. Baho beringlar. Nima deysizlar? Kirishda zal. Ichiga pena blo'uriladi. Fonni setkilari bor. Ustiga plita bosiladigan joyi bor. Bu yerda hop, mana oshxona, osh holatda qoladi. Mana xona, mehmonxona, ovqatlanadigan xona. Shu yerga pena blo'uriladi. Spalni xona. Agarot, tandir tomon, parnik, suv hovuz. Şu ikki etajli uyimizni birinchi etajdagi proyekti. 4 ta xona. Bitta spalni xona, 2 ta zal, bitta oshxona. Birinchi etajdagi bu.